Kim Chen In Ukrainadagi koreys askarlariga o'zini o'ldirishni buyurdi. Shimoliy Koreya yetakchisi rossiyalik harbiylar safida Ukrainaga qarshi urushayotgan koreys askarlari uchun maxsus siyosatni tasdiqladi. Unga ko'ra, askarlar asirga tushmaslik uchun jang maydonida o'z joniga qasd qilishlari shart. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Pxenyanda urushda halok bo'lgan Shimoliy koreyaliklar xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik ochildi. Marosimda nutq so'zlagan Kim Chen In o'zini portlatgan askarlar haqida 2 marta to'xtalib o'tdi. U halok bo'lganlarning oila a'zolari va Rossiya rasmiylari oldida shunday dedi: "Buyuk sharafni himoya qilish uchun ikkilanmasdan o'zini portlatishni va xudkushlikni tanlagan qahramonlar tahsinga loyiq. Ular katta jasorat ko'rsatgan bo'lsalar ham evaziga hech narsa kutmadi. Ular qahramonlardek halok bo'ldi", dedi Kim Chen In. Avvalroq Ukraina asirga olingan Shimoliy koreyalik askarlar haqida ma'lumot bergandi. Bu ma'lumotlar Ukraina razvedkasi va asirga tushgan bir askarning so'zlariga asoslangan. Unga ko'ra, asir tushmaslik uchun harbiylarga o'zini o'ldirish buyurilgan. Kim Chen Inning bu haftadagi bayonoti shu xabarlarni tasdiqladi. 2024-yilda Kim Chen In va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zaro mudofaa bo'yicha harbiy pakt imzolagan. Janubiy Koreya va G'arb razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Pxenyan Rossiyaga kamida 10,000 askar va minglab konteynerlarda qurol-yarog' yuborgan. Shimoliy Koreya armiyasi janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, minglab askarlar halok bo'lgani aytilmoqda.